Shu kecha kunduz mijozlarimiz so'ragan Chinor restorani yo'qida universitet atrofidan, Buxoromizdagi katta banklardan biri bo'lgan Hamkorbank atrofidan mana shunaqa o'zini yerlari katta yeriga ega bo'lgan birinchi qavatdan 4 qavatli panelli domdan 2 xonali kvartiram sotuvga chiqyapti. Hozir shuni to'liq video obzorini ko'rsatib o'tamiz. Videomizni oxirigacha ko'rib o'ting. Video oxirida to'liq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Mana bunaqa lestnitsa qilib qo'yganlar, kiraverishda oldindan ham orqadan ham eshiklar o'rnatilgan. Kiraverganda mana balkonchamiz 3x2 balkoni, derazalar hammasi almashgan, Aquaplast plus reshotkalargacha qo'yilgan, kuxni mebel garniturasi qilib qo'yilgan. Oshxona qismi balkonchasi borligi sabab oshxonasi balkonga ko'chgan. Sanuzullari hammasi akkurat tarzda saqlangan. Mana bu hojatxona qismi qadrli obunachilar. To'liq kafilatchalar bilan ta'mirlab o'rilgan, unitaz va rakvillar akkurat holda saqlangan. Bu tomonda koridor qismi, asosiy zal qismi bu tomonda esa zalimiz 6 ga 3,5, uyimiz balandligi 270, derazalar reshotkasi hammasi qilib qo'yilgan. Uyimizda isitish tizimi sentralli, pardalar, jalyuzi turibdi qadrli obunachilar. Eshiklari mana ko'rib turganingizdek roliklik eshik qo'yganlar, vходной eshiklari almashgan, temir eshiklar qo'yilgan. Bu tomonda yotoqxona eshigi MDF eshiklardan, mana bu koridor qismi to'liq kladovka bo'lgan, kladovkani olib tashlab bular garderobni kupe tarzidagi shkafcha qilib qo'yganlar. Hozir yotoqxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Berishda mana bu yotoqxonamiz ko'rinishi, to'liq Yevrotamirdan chiqqan yotoqxonamiz o'zi ham chiroyli aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Mana bu yerda 1 ga 3 balkoni bo'lgan, derazalar akfa, bu tomonda ham derazalar reshotka qilib qo'yilgan, pardalar, jalyuzi, balkon uyga qo'shilgan. Mana shu 2 xona birinchi qavatda joylashgan. Kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzilimiz Buxoro shahar, Chinor restorani yo'qida Hamkorbank atrofida. Narxi deyilyapti, yana ozroq summada kelishadi. Plus kvartiramiz 2 kreditga beriladi. Mana shu faizli kvartiramiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol bizdan bog'lanib, chiroyli kvartiramiz egasiga aylanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.